eng afzal zikr qaysi deyilganda ham subhanallohi va bihamdihi deyilgan. Allohga eng mahbub bo'lgan zikr qaysi deb so'ralganda ham hadisda subhanallohi va bihamdihi deyilgan. Ya'ni Allohga tasbih aytishlik va hamd aytishlik bu qalbni isloh qiladigan zikrlarda, ya'ni bu qalb isloh bo'ladi bu narsa bilan. Ya'ni Allohga go'zal gumon qilish bo'ladi. Allohga go'zal gumon qilgan banda hech qachon hech qanaqa vaziyatda sinib qolmaydi. Quvvat bo'ladi bu zikr. Har qanday holatda quvvat bo'ladi. Chunki inson har qanday vaziyatda biladiki, Robbim tarafidan keldi bu narsa, Robbim menga ixtiyor qilgan narsa, men o'zimga ixtiyor qilgan narsadan afzal deydi. Chunki banda o'ziga nima yaxshiligini qayerdan biladi? O'ziga nima foydali, nima xoir ekanligini qayerdan biladi? Banda ojiz bo'lsa, banda ilmsiz bo'lsa, bu unga kelgan narsa, unga kelgan sinov Al-Alimul Hakim tomonidan keldi. Ya'ni barcha ilmni qamrab olgan zot va Al-Hakim, ya'ni hikmatli zot tarafdan keldi. Shuning uchun ishlarini Allohga topshirish masalasida, ya'ni Allohga suyanishlik, tavakkul qilishlikda tasbih bilan hamd bandaga nihoyatda kuchli quvvat berar ekan, ya'ni